Esinglarda bo'lsa, 23 aprel kuni Carvel tomonidan 4 ta amortizator qo'ydim va undan bir donagina g'olibni aniqlaymiz degandim. Bugun o'sha kun keldi. 5 kun davomida shu videoga like bosib, shu videoni tagiga komment yozganlarning orasidan bitta g'olibni aniqlab olamiz. G'olibni qanaqa qilib aniqlab olasizlar? Komment juda ham ko'p yozilgan-ku deb, bu video ham juda ko'p mulohazalarga sababchi bo'ldi. Lekin men buni va'daga vafo bu g'olibni kommentariy orqali aniqlab olamiz. Hozir kommentdan 5 kishini tanlab olamiz. Ana shu 5 ta g'olibimizdan faqatgina bittasi Carvel tomonidan 4 ta amortizator yutib olishi mumkin. Har qanday mashina bo'lsa ham. Yana bitta telefon bilan profilimga kirib olamiz va o'sha qo'ygan postimga kirib, kommentariyaga kirib, kommentariy orqali 5 kishini tanlab olamiz. Sababi juda ko'pchilik yozgan, shuning uchun 5 kishini tanlab, shu 5 kishidan faqat bir donaginasi g'olib bo'ladi. Bu videoga negativ yozib yoki so'kinish shart emas. Qo'ldan kelgancha harakat qildim. Juda ham qiyin bo'lar ekan bunaqa konkurs o'tkazish. Bundan keyin bunaqa konkurslarni ko'paytirishga harakat qilaman. Avvalambor Carvel kompaniyasiga katta rahmat va Carvel tomonidan menga bir taklif tushdi. Biz hamma zapchasimizga 2 yilga garantiya beramiz. Shuning uchun birinchi ko'tarishingizda 2 marta ko'taring va chiqqan g'olibni birinchi ishtirokchi qilib oling deydi. Shuning uchun hozir men sizlarga birinchi ishtirokchini aniqlayman. Bu qanday bo'ladi? Kommentariyaga kirib, qaramasdan turib, tepaga 2 marta ko'taraman va qo'lim bilan belgilayman. Chiqqan g'olib birinchi ishtirokchi bo'ladi. Shunaqa qilib, ikkinchi, uchinchi ishtirokchilarni ham aniqlab olamiz. Bizni kuzatishda davom ettiring. Videoni boshladik. Kommentariyni boshiga kelib olamiz va boshladik. Hop. Safarov Shukurjon. Screenshot qilamiz. Kommentariyni boshiga kelib olamiz va ikkinchi ishtirokchini aniqlashni boshladik. Bu safar 2 marta emas, ko'proq qilaman, chunki kommentariy ko'pligi uchun. Hop. Farhoddin Mannopov. Bu ikkinchi ishtirokchimiz Matiz deb yozishgan ekan. Kommentariyni boshiga kelib olamiz yana va uchinchi ishtirokchini aniqlashni boshladik. Hop. Hiloliddin Qanidiya Matiz deb yozishgan ekan. Inshaalloh. Uchinchi ishtirokchini ham aniqlab oldik. Endi 4-chi va 5-chi ishtirokchini qanday aniqlaymiz? Xuddi shu videoni kommentini oxiriga tushib olamiz va oxiridan pastga qarab ko'taramiz. Sababi juda ko'pchilik yozgan, videoni boshida ham aytdim. Pastda yozganlar xafa bo'lib qolishi mumkin. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapman. Pastga tushib, ikkitasini pastdan aniqlab olamiz va g'olibimizni shunaqa qilib aniqlab olamiz. Qani ketdik. Video cho'zilib ketmasligi uchun videoni jichchagina qisqartirdim. Mana kommentariyni oxiriga tushib oldik. Xuddi o'sha video. Mana bundan oshiq ko'tarilmayapti. Endi buni qana aniqlaymiz? Buni endi pastga tushirganimda bir kishini tanlab, xuddi shu yo'nalishda yana 2 kishini tanlab olamiz va g'olib ishtirokchilariga aylanishadi. Qani ketdik. Hop. Niklarini yozishmagan ekan. Namangan Matiz telefon nomerlari Alloh rozi bo'lsin deb qo'yishgan ekan. Hop, 4-chi ishtirokchimizni ham aniqlab oldik. Mana yana kommentariyni oxiriga tushamiz. Va endi juda ham ko'p marta bosishga harakat qilib, o'rtadan tanlashga harakat qilaman. Kimgadir omad nasib qilib qolishi mumkin. Qani ketdik. Hop, Dilshod Brat taksi. 5-chi ishtirokchimiz.
Mana ko'rdinglar, 5 ta ishtirokchisini aniqlab oldik. Qo'ldan kelgancha bu narsa juda ham qiyin bo'lar ekan. Chunki bunga ishlatadigan programmalar, random akkauntlar bir balolar deyishdi. Men tushunmadim to'g'risi, chunki men unaqa narsa ishlatib ko'rmaganim uchun juda ham qiynaldim. Shuning uchun noodatiy tarzda qo'l bilan aniqlab oldik. Lekin keyingi safar sovrinni ko'paytirishga ham harakat qilaman. Bunaqa yutuqlarni ko'paytirishga ham harakat qilaman. Bizni kuzatishda davom etib turing va endi shu 5 kishidan bir donagina g'olibni aniqlab olamiz. Bu qanday bo'ladi? Men bularni ismlarini 5 ta qog'ozga yozaman va 5 ta qog'ozni g'ijimlab, ulardan bir donasini tanlab olaman va ulardan o'sha bir dona tanlab olganim g'olib bo'ladi. Videoni kuzatishda davom etib turing, buni ham o'zingiz ko'rib olasiz. Mana o'sha kommentariyda aniqlangan 5 kishini ismlarini qog'ozchaga yozdim. Safarov Shukurjan, Farohiddin Mannopov, Hiloliddin 2025-yil. Ismlarini yozishmagan ekan, 10, 19, 1995 deb yozib qo'yishgan ekan albatta. Va oxirgi ishtirokchimiz Dilshod Brat Taksi. Endi shu qog'ozchada ismlarini bitta bo'sh korobkaga solaman mana. O'zlaring ko'rishlaring mumkin. Bo'sh korobkaga solib, uni aralashtiraman va buni ham qaramasdan qo'limni tiqib bir donagina qog'oz tanlab olaman va o'sha qog'ozdagi qaysi ism bo'lsa, o'sha inson g'olib bo'ladi va amortizatorni yutib oladi. Qani? Bismillah. Safarov Shukurjan. Mana haqiqiy g'olibimiz. Hozir bularni profiliga kirib yozaman. 4 ta amortizator yutib oldingiz deb, inshaalloh uni ham video qilib qo'yaman. Lekin chin dildan tabriklayman. Bilmadim-u, shu insonga juda ham chiqishini xohladim, chunki juda ham bir ajoyib komment yozishdi. Men o'qib, o'zim juda ham ta'sirlanib ketdim u kommentni o'qib. Uncha-muncha erkak kishi gapira olmaydigan gapni aytishgan. To'g'ri, lekin buni ommaga olib chiqish shart emas edi, lekin muhtojliklaridan, kerakligidan yozishibdi. Albatta, men shu insonni tanladim, mana Shukurjon Safarov. Hozir shu insonni kommentlariga yozib, albatta u insonni ham tabriklab qo'yamiz. G'olibimizni tabriklab qo'yaylik. Xo'p, birga yozamiz. Xo'p. Safarov Shukurjan. Ha, shu inson shekilli. Xo'p. Ha, mana obuna ham bo'lishgan ekan, xuddi o'zlari. Assalomu alaykum aka, ming bor uzr, bezovta qildik. Aka, siz avtoservis ustaxonasidan 4 ta amortizator yutib oldingiz. Konkursga qo'ygandim 23-aprel kuni. Siz ham komment yozgan ekansiz, lekin siz juda ham bir ajoyib komment yozgan ekansiz. Chin dildan o'zim ham xohladim siz bo'lishingizni. Mana noodatiy tarzda komment orqali yozib siz chiqdingiz. Aka, xudo xolasa bizga aloqaga chiqavering. Kanalda nomerim bor. Xudo xolasa sizga 4 ta amortizatorni qo'yib, hadoyingiz bilan mutlaqo tekinga ishlaringizni qilib beramiz. Safarov Shukurjon. Yozib qo'ydik mana. Mana qo'ldan kelgancha harakat qilib g'olibimizni ham aniqlab oldik. Hammadan uzr so'rayman, video jicha kech qoldi. Chunki o'zlaring ko'rdinglar, juda ham qiyin bo'lar ekan. Harakat qildim qo'ldan kelgancha halol va to'g'ri bo'lishiga. Nimadir muammo bo'lgan bo'lsa, nimadir xatolik bo'lgan bo'lsa, hammadan uzr so'rayman. Meni profilimga obuna bo'lib, meni kuzatishda davom eting. Bunaqa konkurslarni bundan keyin ko'paytirishga harakat qilamiz.